Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turinglar. Bugungi mana shunaqa yirik, bahaybat qo'chqorlarni Azizbek amiz bilan birgalikda chiroyli obzor qilib beramiz. Eldorbek keling. Charchagan. Yaxshi ko'rdingizmi? Rahmat. Keldim yangilari. Yangi partiyalar keldi Eldorbek. Barakasini bersin, yiriklardan ekan. Yiriklaridan, shaklaridan keldi Eldorbek. Ha, hammasi ish buzganmi bularni? Hammasi ish buzgan. Ko'z tegmasin. Tayyorlari keldi mana. Xudo xolasa tish buzdi degani, menga yemni ber, xohlaganimcha ko'taraman deganida bu hurmatli. Yemga tayyorman deydi-da ular. Olib borib yemini bosib bersa bo'laveradigan variantda. Xudo xolasa keldi Eldorbek. Zo'rlari keldi, xudo xolasa. Soni 55 ta Eldorbek. 55 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Bitta pichim axtalari yo'q. Yo'q, unaqasi yo'q Eldorbek. Hurmatli onajon, dumbalarni qaranglar. Yosh oyligi taxminan bir 13 oy, 14 oy atrofida beriladi. 13-14 oylik, ha, yoshlari. Endi tish buzgan bo'lsa, akalar mana holatlarni ko'rib turibsizlar. Badani hammasiniki zo'r. Yeb ichiga kafolatmi? Bir hafta sinov bor Eldorbek. Mana shu holatiga ham bemalol so'ysa bo'ladigan holat degan hurmatli obunachilar. Inshaalloh tepasiga kelib ko'rsalaring, baribir bahosini o'zlaring berasizlar hurmatli obunachilar. Shamas Eldorbek, shamas shu. Qarab, Eldorbek. Taraf ko'tingchi mana yonga buring, uzunasini ko'rishsin obunachilarimiz mana. O'ta zo'rlari keldi. O'ylarni holatini ko'rib turibsizlar mana hurmatli obunachilar. 55 ta dedingizmi? 55 ta soni. 60 ta soni, hop, yana borda chiqadi, xudo xolasa. Mana akalar. O'ta baquvvatlari kelgan. Qachon keldi bular aka? Bularni 2-3 kun bo'ldi kelganiga, xudo xolasa. Charchag'ini chiqarib videoga qo'yapmiz. Charchoq unchalik bilingani yo'q lekin hurmatli obunachilar. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa, kelganda ham yana bir qator tekshirib, chertib tanlab olish imkoniyatlari ham bor. Masalan, 60 ta qo'y qo'yapmizmi? 60 tani bir kishi olsin degan joyi yo'q. Yoqqanini tanlab olish imkoniyatlarimiz ham bor. Xudo xolasa kelishilgan holda dastavka hamma yog'ini keltirib beradi. Gap bitta olsa ham sotiladi. Ha. Eshitmang. Bitta olsa ham dastavkasini yetkazib beraman. 12 ta o'lyapti, dastavkasini qilib beraman. Barakasini bersin. Akalar, ko'rganda ko'z quvnayapti. Sizlarga tavsiya qilyapman, ilinyapman. Nech puldan qo'yib berasiz? Men narxiga shoshilib ketyapman buni, narxiga. Turing. Optim olganga 62 dan. Xo'p, tanlab olganga 6,5 million so'mdan. Tanlab olganga 6 million 500 ming so'mdan. 6 million 500 mingdan. Xo'p, endi qarang, optim olsa 62 dan xayrini qilib beramizmi? Xayrini qilib beraman. Kelishtirib berasiz. Telefonda kelishaman. Ha, optim olsa o'tib beradi. Hech kim aytganiga sotmagan endi haligi. Kelishsan deb turib o'tib beraman. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, mana holatlarni ko'rib turibsizlar. Tepasiga kelinglar, ko'ringlar. Dastavkalar qayergacha? 12 ta viloyatga dastavkasini qilaman Eldorbek. Ha. Muammo yo'q dastavka. Muammosi yo'q. Xudo xolasa akalar, anchadan beri bunaqa yirigini chiqarganimiz yo'q edi. Bugunga mana sizlarga maxsus video bo'lyapti. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Agar buni to'y sezongacha boqib qo'yiladigan bo'lsa bormi aka? 10 milliondan bo'ladi. Bitta yana ushang aka bo'ybasini bir ko'rishsin obunachilarimiz, xudo xolasa video davomida bir chamalab olishadi akalar. Mana. Go'zal akalar, mana yuzlarni qaranglar akalar. Og'adan baraka topiladi. Tishini ham ko'rsatib ketaymi? Ikki tish. Yangi endi chiqib akalar. Mana. Tanlab olsangiz ham, optim olsangiz ham kelishiladi akalar. Xudo xolasa muammosi yo'q. 6 million 200 optim akalar. Joy bor akalarimiz. Olib qo'yinglar. 6,5 million 100 ming 200 ming so'm bo'laveradi. Qisqa video qilaylik, kunni spektrasi kelib obunachilar tanlab oladi. Barakasini bersin. Xo'p, keyingi partiyamizga qanaqasi chiqadi aka? Shuni maydalar chiqamizmi? Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, mana bu ikkinchi partiyamiz. O'zi umumiy olib qaraganda hozir qo'radagi qo'ylarni ko'rsalarni bir 10 partiya qo'y qilsa bo'lar ekan Abdulla aka. Faqat videoni vaqti cho'zilib ketmasligi uchun, sizlarni vaqtlaringni olib qo'ymasligi uchun qisqa bo'ladigan lo'nda qilib videolar qo'yilyapti. Xo'p, buni soni nechta aka? 25 ta buni soni. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor Eldorbek. Tish buzgan buzmaganmi? Tish buzyapti, oldi buzgan. Ha, to'liq buzmagan bu. To'liq buzmagan. Nargilarning asosiy qismi buzib bo'ldi. Buz bo'ldi, tishi buz bo'ldi, yor bo'ldi ular. Bularni endi bo'yini 80 chamalab olsa bo'ladimi? Eldorbek 80 ga olsin. Ha. Xudo xolasa o'shanda haligi. Plus minus. Adashib qolmaysizlar akalar. Endi oldi 85 ham chiqadi-yu.
Umumiga 80 deb chamalab olaveringlar, hurmatli obunachilar. Mana sariq deganlar sarig'idan, kashtanidan, xullas hammasidan bor. Qisori boqaman, zo'rini boqaman degan aka-ukalarimiz shoshilib qolaverasizlar. Eldorbek yubir ko'p beydi, xudo xolasa hammasidan bor. Laykni bosib kommentariyaga otangga rahmat deb tursin. Xudo xolasa arzon qilib beraveramiz. Xudo xolasa. Yeb ichishni sinab oldingiz, a? Yeb ichish bir hafta garantiya sinab oldim uyimda. Yaxshi yeb ichish. Endi masalan o'zimizdan aka-ukalar ham, qarindosh urug'lar ham so'rashadi-da, baribir. Qo'rqmayman deb tavsiya qilsak bo'laveradi. Tavsiya qilaveramiz, ha, qo'rqmasdan. Bizdan haligisi yo'q. Yeb ichishi yaxshi bo'lsa, bari qo'y o'zgaraveradi-da. Yeb ichishi zo'r Eldorbek. Birinchi o'rinda yeb ichishi. Yeb ichib turgan qo'y xudo xolasa zarar qilmaydi akalar mana. Sakrab yuribdi mana, ko'rib turibsizlar. Qo'l oyoqlarini ataylab yurgizib ko'rsatyapmiz bular sog'lomligini ko'rsatish uchun, ha. Eldorbek nuqsoni yo'q qo'yladi. Mana biragini ajratib qo'ydik, bir dona biragi bor ekan, shu. Oyog'i sal qayilib qolibdi. Ha. Lekin bu oyog'ini haligi sog'lom, garantiyasini beramiz. Nuqsoni yo'q jonivorlar. Xudo xolasa akalar olib borib yemga tashaverasizlar agar mabodo narxini arzon qilib bersalar olashadi-da, endi bu haligi Eldorbek hamma narxga yulib o'ynarsan olib ketilmaydi, to'g'rimi aka? To'g'ri, Eldorbek xudo xolasa narxini aksiya qilib beraman. Nechta qilib beramiz? Tushunaveraman. Barran narxida shu bugun to'xli qo'chqonlar chiqarib beraman. Eldorbek 5,5 million so'mdan deyapman. Hop. Deyapsiz? Deyapsiz. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beraman Eldorbek. Eldorbek. Beramiz. 100 da o'taman Eldorbek. 100. Endi sal kelishtirib bering. Bo'ldi, 200 ming so'mdan o'tdim. 53 bo'ldimi o'shanda? 53 dan. 52 bo'lsin. Eldorbek o'zi zo'r bo'ldi-yu. 5200 dan bir joyga. Bo'ldi, qo'lni berib. Bir tortarga. Mana buni otangga rahmat deb like bosib tursin. Hop. Ulqonzdan telefon qilyapman, 52 dan ketdi. Babar aka. Mana hurmatli obunachilar, 5 million 200 ming so'mdan xudo xolasa shoshilib ulgurib qolasizlar. Tanlab olishga nech puldan? Tanlab olishgami? 5,5 million so'mdan olasiz. 5,5 dan yoqqan tanlab olishsin. Optimiga 5 million 200 dan olasiz. Endi qarang, mabodo. Endi buni nechta soni? 25 ta. Ha, 15 tasini oldim deysiz, optim narx ketaveradimi? Ketaveradi. Ketaveradi, xudo xolasa. Gap. Akalar, shunaqa gaplar. Kelasiz, ko'rasiz, bir 10 ta 15 ta oling, optim narxda ketaveradi. Mabodo tanlab olaman, bitta ikkita olaman desangiz, 5,5 million so'mdan ketaveradi. Eldorbek kichkinasini ham 5 million so'mdan berishaveradi. Ha, ishda maydaron tanlab beradi. Maydaron 5 million so'mdan olishaveradi. Maydaroni chiqarib beraman, 5 million so'mdan olishaveradi. Barakasini bersin. Hurmatli onajon, shunaqa gaplar bizda keyingi partiyamiz ham bor, sizlarga ko'rsatib ma'lumotlarni beramiz. Mana akalar, navbatdagi partiyalarimiz chiqdi. Rang ro'ylarini ko'rib turibsizlar, bularni ham rang ro'yi tiniq, qo'l oyoq uzun variantda. Soni nechta? Eldorbek 20 ta soni. Bir qo'ra. Bir qo'ra variantida. Rasaligi bir kishi oladigan qo'ylar ekan, ha? Eldorbek bular kuchma. Ha, bular axta qilinganmi? Axta qilingan, ha. Go'sht yo'nalishida. Go'sht yo'nalishiga. Barakasi bersin. Lekin semirishi xudo xolasa, narigi qo'ylarimizga nisbatan qo'chqorib qo'ysa bo'ladi, ha? ancha yaxshi bo'ladi akalar. Zampishtasi, kunjontarlar. Zamikani ham. Eldorbek bularni dolinasi bor, hali qo'chqorning go'shtini yemaydi-yu. Bundan ikkita olib qo'yib baqsa zo'r bo'ladi. Ha, buni ko'pchilik o'zi qidirib yuradi lekin. Ha. Hali dolina ham bo'lmaydi-da, buni go'shtini yegan odam. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, mana bo'y baslarni ko'rib turibsizlar. Inshaalloh rang ro'ylari tiniq. Aytganlaridek mana shu turishiga agar qo'chqor bo'lib qolganda, Qo'chqor bo'lib qolganlarmi? yo endi hozir bitta gap, bitta narsaga aniqlik kirib ketaylik. Hozir qo'chqor bo'lganda deyapmiz. O'tgan safar video qilganimizda ko'pchilik sog'liqda bo'g'ozmi deb so'rashdi. Bu qo'chqor o'zi asli. Aytganlaridek lampochkasi kuyga. Ikkita bo'lib qolsa. O'tgan safar rosa so'rashdi, bo'g'ozmi bu, qisirmi akalar? Bu ham qo'chqor. Endi tushunmaydigan odamlar bor ekan, gap ochig'i. Ushang bo'y basini ko'rsin. Ha, shuni ushang. Ya, bo'ldi. Uni bilishadi. Endi tushunmaydiganlar bor-da aka. Nima u deyishdi? Ha. Oliyda pishma deyiladi. Toshkent taraflarida. Axta. Lekin umuman tushunmaydigan ukalarimiz ham bor ekan shu ani. Sababi ko'rdingiz o'tgan safar. Qo'chqor bormi deyishyapti. Ha, mana akalar. Mana shuni ham tushunchi aka. Xudo xolasa. Go'sht yo'nalishida akalar, bu naslga bo'lmaydi bular. Umuman nasl olib bo'lmaydi bulardan. Faqat go'sht yo'nalishida boqishlaring mumkin. Lekin semirishi tez bo'ladi. Endi semirishi tez bo'ladi, hurmatli obunachilar. Tavsiya qilaman. Qarang, yana bitta
katta gap. Buni sog'lig'i ham bor, yetilishda. Ha, bormi? Ha, videoga ham chiqarib beramiz. Bundan qilsa videosini tashlab beramiz. Bo'ldi, mabodo qo'rangiz bo'shasa, keyingi safarga sog'liqlarni ham chiqarib beraveramiz videosini bo'lsa. Kelib ko'rsa, mana ko'rib turibdi. Necha pul qo'yamiz Azizbek aka? Narxi nima Eldorbek? Buni bomba bo'ladi. 5 million so'mdan berishsin. 5 million so'mdan qilib beraman. Buni ikkita viloyatga. 5 million so'mdan zo'r narx bo'ldi. Sal kelishtirib bersangiz, yana ham zo'r narx bo'lardi agar. Eldorbek 100 tushsam bo'lmaydi. Obunachilaringiz 200 dan tushaman. 300 tushib berasiz. Eldorbek zo'r bo'ldi-ya, ammo. 300 tushib berasiz. Bo'ldi, Vulqondan telefon qilyapman desa, gap. 300 mingdan tushib berdim. Baraka. Yana hurmatli obunachilar. 4 million 700 dan. 4 million 700 Xalq maza qilsin mana. Shoshilib ulgurib qolinglar, hurmatli obunachilar. Inshaalloh Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Yana bir adreslarni eslatib o'tib ketamiz. Yo'lga tushaverasizlar, hurmatli obunachilar. Narxlar yo'lida ko'rib turibsizlar, kelganda hech kim aytganiga sotmagan, o'tib beriladi. Aytilgan narx muhim emas, xudo xolasa. Eldorbek o't beraveraman yana. Xudo xolasa. Yana o't beramiz. Barakasi bersin. Shoshilib ulgurib qolinglar, hurmatli obunachilar. Bizda keyingi partiya bormi yo bu oxirgisimi? Yo'q, Eldorbek bu oxirgisi, xudo xolasa endi yana olib kelamiz obunachilaringizni, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sizlarning vaqtlaringizni ko'p olmaymiz. Videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Sababi hozirgi kunda eng qimmat narsa o'zi vaqt bo'lib turibdi. Sizlarning vaqtlaringizni ko'p olmagan holatda videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirgi ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar.